Bu nimani hisobiga yig'ilgan tosh bu ustoz? Bu bo'shig'ida asosan erkak kishilarda prostata bezini adenomasini hisobiga yoki CD yo'llari torayishini, strukturani hisobiga tosh to'planadi. Kamdan kam holatda bemorda shu yotadigan, uzoq muddat yotadigan kasalliklarga duchor bo'lganda, travmatologik kasalliklarda ham ko'p yotganda ham paydo bo'lishi mumkin. Bizda ko'pincha eng ko'p uchraydigani shu adenomani hisobiga siyish yaxshi bo'lmaganligi uchun CDni qoldiq CD bo'lib, oxiri shunaqa toshlar paydo bo'lib qoladi. Tosh ham endi mana keyinchalik o'ziga yarasha asoratlar olib keladi. Endi toshni olib qo'yganimizdan keyin, maydalaganimizdan keyin albatta prostata bezini adenomasini olib kerak. Olmasa yana shu toshlar qanchadir vaqtdan keyin yana takrorlanib tosh bo'lib keladi bemor. Siyishini tiklash chiroyli yo'llari ochilgandan keyin xudo xolasa keyin to'planmaydi.